Hello obunachilar, bolalar, qizlar, hammaga salom. Bugun biz CapCut'dan ko'plar video qilolmayapti ekan, shuning uchun biz CapCut'dan video qilishni o'rgatamiz. Birinchi o'rinda CapCut'ni yangisini kirib olamiz va uning ichiga kiramiz. Va xohlagan narsamizni bu yerga yozamiz. Mana bu yerga yozamiz. Mana masalan Ronaldo Apple Ronaldo edit. Mana yozdim. Men chiqyapti ko'plari. To'g'ri, mana va ko'kchasini ko'ryapsizlar. Buni qilmaydi deb o'ylaysizlar, lekin masalan kirdik deylik. Yo'q, bu emas, bu bo'lmaydi. Mana. Endi kutamiz. Va bunaqa joyga kiradi xos. Bunaqa joyga kirgandan keyin kirsin. Mana export tugmasini bosasizlar. Mana keyin yana exportni bosasizlar. Hozir unda bosib tiniq qilsanglar ham bo'ladi desa kirib ketdi mana. Kiramiz, mana shu to'lishini kutamiz. Bo'ldi, mana yugurib olindi. Endi bu yerdan bemalol chiqib ketsa ham bo'ladi. Kiramiz YouTube'ga. Hozir Instagramga qo'yinglar. Har doimgidek uni bosib qo'yaverasizlar. Endi bu yerni o'zingizlar bilasizlar. Hammaga xayr bo'ldi. Assalomu alaykum. Akmaljon bo'ldi.